Assalomu alaykum. Mana bu ko'rib turgan uzumlaring Lamborghini uzumi, amerikanskiy kishmish. Biror dona meva qilmagan novdasi yo'q. Juda serhosil bo'lar ekan. Juda. Har birida mana bunda ikkitadan hosil bor mana. Mana qarang, biror donasi mevasi yo'q. Novda yo'q. Mevasi yo'q, novdani o'zi yo'q. Ko'pida ikkitadan meva bor. Ko'pida. Mana bu shoqida ham mana. Mana bunda ham mana ikkita mana. Ajoyib, hayron qolasiz, juda serhosil ekan. Tepaga chiqyapmiz mana. Mana bunda ham mana ikkita hosil. Mana bu ham mana ikkita hosil. Mana bularni ham ko'rishingiz mumkin. Biror dona meva qilmagani yo'q a? Mana buni mana. Qarang, ajoyib. Biror dona meva qilmagan novdasi yo'q. Mana buni qarang, mana ikkita yo'q. Mana ketdi mana. Mevalarga qarang buni ko'pligini. Ikkitadan hayron qolasiz. Tepalarda ag'laridagi mevalarni ko'ring hammasini. Ajoyib. Bu tomonlarni ham ko'ring. Mevalarni qarang ko'pligini. Juda ko'p meva. Juda serhosil uzum bo'lar ekan. Meyzi ham ajoyib bo'ladi buni. To'g'ri, boshi o'ta katta bo'lib ketmaydi. Misol 1,5 kilo, 2 kilo bo'lib ketmaydi. Ammo lekin juda serhosil bo'lar ekan. Endi buncha hosilda bu 4-yilga mevada bu 4 yillik bu ko'chat. Endi bunga buncha meva bilan qo'yib qo'ysa bo'lmaydi. Shuning uchun bularda novdalarini sotamiz, xudo xolasa. Novdalari sotiladi.